Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Bugun Sulton Uvaysxonning taxtda o'tirganiga 7 kun bo'lgan edi. Turpan shahrining har qaysi rasta mahallalarida, masjidlarning oldilarida yo'g'on doshqazonlar esilib, tag'ar-tag'arlab ko'rishlarda polo dinlanib, Sulton Shir Muhammad xonning 7 nazari berilib o'tadi. Nazir işini kəngri qılınlar. Astanedeki barlıq rəiyyət daxil bolsun. Andın tul xatun, yetim oğullarga bu yıl ormuğu oluşuvaqdek açlıq tarqıtıb beringlar. Dehqan və nərvən kasıb, uşaq ticaretçilərdən ilinadigan 1 yıllık başsızlıq keçirim qılınsın. Deb fərman düşürgən idi Sultan Uvaysxon. Uvaysxon ordu işlerini bir hafta içinde bütünlüğü tərtibki selib aldı. O ilgiri ordudan qoğlanıp, qaşqınlıqda ötken günlərinin birində səltənət tizginini qolumğa elib taxtda oturub qalsam, üstümdün fitne pasat tarqıtıb, Sultan Shir Muhammad xonning ətrafıga oluşuvağın əmrlərinin ədibini bəməy qoymayman deb qasam qılğan idi. Lekin taxtda oturğandan keyin bu qasimini əməlgə aşıranmadı. Taxtda o'tirish bilan xuddi mushukning shapsini sezgan chashqandek dir-dir titrashib, kirpidek tugilib ketgan oshu xushomatchi amirlarning ko'zlaridagi vahima, iztirob, yelinish tuyg'ularini ko'rib, ularga birdanla ich og'rib qoldi-da, bu niyatidan yondi. Ularning xushomatchilikdan boshqa hech qanday gunohi yo'q. Ular faqat xonning e'tiborlashiga erishish, mansibini o'stirish uchun ashunday qilgan. Uyandan taxtga chiqib bo'g'ichi bu yandan ularning mansibini ep tashlasam, ordudan qovlasam yaxshi bo'lmas. Oshchaqlarda Ulusbek Xudoydat hazratlari jenida xonga 2 qizlarla gap qilamagan yerda ular buyuk saltanat egasi bo'lgan xon tog'am Sulton Shir Muhammad xonga xushomat qilmay qandoq qiladi? Azmas Alloh debdikan. Hammamiz xamsudamgan bandalarmiz. İnsan degan shuhrat, mansab, mol dunyo mardning qulidir. Haqiqat uchun ko'krak kerib chiqa oladiganlar bakmi oz. Lekin nohaqchilik chidamay haqiqat da'vosi qilganlarning hech biri o'limdan qutula olgan emas. Oshchaqda Sulton Shir Muhammad xonga xushomat qilib yashashni or bilib, adolat talab qilib chiqqanlik uchun Amir Aqtemir, Amir Aqbo'g'a, Amir Saburg'a, Amir Musa qatorliq bahodir sarkarlar o'limga mahkum bo'ldi emasmi? Va tarixa ajoyib shirvirak o'g'lonlar edi ular. Garchi saltanat tizginini o'ngishli qo'limga olgan bo'lsam-mu, al ra'iyatning ko'ngli texi xotirjam emas. Ha deganda o'xshamatchilarni jazolab, mansab qulasini ep tashlasam, al yurtda fitna fasod paydo bo'lishi, ordudagi amirlar emas, har qaysi viloyat oymoqlardagi amirlarmi dakkulikida qilishi, qalaymuqanchilik paydo bo'lishi cho'qim. Eng yaxshisi ko'ksi qarnimni keng tutay. Ular riyokorlikni tashlab sadoqat bilan xizmat qilsa, o'tgan ishlarni surishtirmaginim tuzuk. Navoda xizmatining huddisidan chiqqanmisa, ondan muvofiq bir taraf qilarman. O chog'da mendan hech kim yomonlab yurmaydi. Sulton Uvaysxon xiyoldan bosh ko'tarib, yanada jimjit o'tirgan Saydali olibga qaradi. Qandoq, derkini qila oldingmi? Amir Musoning cho'ng o'g'lining derkini qila oldik, deb javob berdi Saydali olib. Boshqa 3 amirning bola-baqalarining nega ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Ularni cho'qim izlab topsin, dedi Sulton Uvaysxon hasratlanib tinib. Ularni tepib holidan xabar olmasak, u olamga borganda qor yuz bo'lib qolurmiz. Xotirjam bo'lsizlar oliylar, cho'qim izlab topamiz. Amir Musoning cho'ng o'g'lining ismi Tohirbek deyman. Shundoq oliylar.
unutib qolmabdilar. Bu yigitning alam mahorati xeyli yuqori edi. Hozir nada? Aslida udulli huzurlarga boshlab kiray degan. Qarasam atidan beri xeyli harg'in ko'rindilar. Tayinliq atigan ko'rishtiray deb ordu takixonasiga joylashtirib qo'ydim. Ordu takixonasi degani ordu mehmonxonasi debdi izohatda. Obdan qiptilar. Tahir Bekki lashkariy divanda mansab basir qandaq deydilar. Tozi ko'ngildagidek ish bo'ladi, dedi Saydali olib. Tahir Bekning komandozlik mahorati bekmi ustun. Lashkariy divanning mashqovul bigilik martabasini bersak bo'larmikin? Shundoq bo'lsin amisi, dedi Uvaysxon. Bugun haramga burunroq qaytaymikin deyman. Xonzodan sig'inib qoplar, ha, oliylari. Sig'inmamdigan, dedi Uvaysxon kulib. Farzand ishqining qandoq bo'lganligini o'zlari farzandlik bo'lganda biladilar. Bu javobni anglab, Saydali olibning ko'ngli bir qismili bo'lib qoldi. Chiroyiga sus qizillik yugurdi. Chunki xotini o'z Sulton xonim texcha qo'saq ko'tarmagan edi. Sulton Uvaysxon o'ylamayli Saydali olibning yurak yarasini tatlab qo'ygan edi. Xonzoda texcha ismsiz, dedi Sulton Uvaysxon Saydali olibning chiroyidagi o'zgarishga diqqat qilmay. Necha kundan beri bu ishga mening vaqtim chiqmadi. Bu vaqtga 7 kungacha ism qo'ymasa, farishtalar ranjib qolarmish, dedi Saydali olib. Bu bekmi muhim ishkan. Bilmadim Xonzodaga qaysi ism loyiq ko'rdilgan. Buzrukvor babam Ihson Bug'axonning ismini yodgor qilaymikin deyman. Obdan o'ylabdilar. Bugun Shayxul Islom hazratlari ismini chillab qo'ysin. Ot to'yini bir necha kundan keyin qilamiz. Mencha ot to'yini qilmaymikin deyman, dedi Sulton Uvaysxon o'ychanlik bilan. El yurtga musibat jakorligimizga tex 7 kun bo'ldi. Farmonni o'zimiz buzsak yaxshi bo'lmas. Xonzodaning ot to'yini beshik to'y bilan qo'shib qilamiz. Bu o'ylaganlarmi to'g'ri? Hamisi at ko'rishkicha omon bo'lslar. Xonzodaga ism qo'yish ishidan Sulton Uvaysxon bilan Xonish Davlat Sulton xonim xeyli talashib qoldi. Sulton Uvaysxonning bu tunji farzandiga ulug' buvisi Tug'luq Temirxonga bo'lgan cheksiz hurmatini bildirish uchun Tug'luq Temirxonning dadasi Ihson Bug'axonning ismini qo'yg'isi bor edi. Chunki u kichik vaqtlarda marhum dadasi Shirali o'g'lan va marhum buvisi Sulton Muhammadxonlardan Ihson Bug'axonga oid nurg'un qahramonlik hikoyalarini anglagan edi. Shu sababdan u buvlarining orasida Tug'luq Temirxondan bek Ihson Bug'axonga cho'qinatdi. Uni tangdoshsiz bir qahramon, bahodir siyoqida qiyos qiladi. Tunji o'g'liga Ihson Bug'axon deb ism qo'ysa, kelgusida navrilarini xuddi buvisi Tug'luq Temirxonga o'xshash shon-u shavkatga ega bo'ladi deb faraz qiladi. Ammo Xonish Davlat Sulton xonim tunji o'g'liga o'zining dada taraf buvisi Yunusxonning ismini qo'yishda ching turib oldi. Xonzodaning ismi Yunusxon bo'lsin oliylari, dedi u Sulton Uvaysxonning sabrchanlik bilan tushuntirishlarini anglab bo'lgandan keyinmi johillik qilib. Bu qitim mendek bechora zaiflarga yo'l qo'ysalar, keyingi farzandimizning ismi Ihson Bug'axon bo'lsin. Sizlar bilmaydilar, men tug'ilibla ul jannat makon bobomning quchqida cho'ng bo'lganman. Otam saltanat ishlari bilan bir yilning 8-10 oyida sirtda bo'ladi. Onam otam bilan ketadi. Rahmatlik bobom inik onamning meni obdan beqishir ishonmay, holimdan o'zi xabar oladi. Aqlimni bilsam, ota-onamning quchqida emas, bobomning quchqida kumushdek oppoq soqollarini o'ynab o'tirib, cho'chak anglaydi ekanman. Savodimni 5 yosh vaqtimda o'sha bobom chiqargan. Rahmatlik meni bir kun emas, bir osh pishim ko'ymisim chidamaydi. O'z qo'li bilan chastirimni tarab, yelim surkab o'rib qo'yadi. Shu sababdanmi aytavur, otam meni ranjitishga petinolmaydi. Royimga boqadi. Har qanday talab orzularini shartsiz o'rinlaydi. Qizimning dili ranjisa otamning ruhi qo'rinadi deydi.
Babam rahmetlikning pat-patla tezrek çoğ bulup yatlık bozla kızım. Nevrimni bir qitim bolsun bağrımı besvelip ölüp kessem armanım qanmaydı deydigan gipi elimi esimde. Afsus. Ömür qısqa kep qaldı. Sili bilen tunuşta vaqtlarda babamның qaza qıp ketken 3 yıl bop qalğan edi. Navadı merhum babam yılgıç hayat bolğan bolsa, seni yaqtırıp qalatdılar. Farzandimizning baxt peshanasi o'ng ekan. U dunyoga ko'z ichishi bilan tang. Arzu armonlar amalga oshib, Alloh taolo sizlarni taxtda o'ltirishga nasib qildi. Nikohlarga o'tganimdan beri sizlarga hech qanday talab qo'yib boqmadim. Bir yildan beri meni xuddi jannat makon babamga o'xshash asirdilar. Mehrlarini berdilar. Bundan men intayin rozi. Endi mushtalbini qabul ko'rgaylar. Gerçi men ol cennet makam babamның halidan xabar olamagan bolsammı, onun ismi bilan atalgan bu farzandimni aşı buzrukvar babamdan ko'rib bag'rimga bassay. Bu ishimdan babamның ruhi xush bolsa ajab emas. Xonish Dövlet Sultan Xenim gepini tugitib öksüp yig'lab etdi. Erler üçün ayollarning yig'isidan qo'rqinchli narsa bo'lmos kerak. Xonishning ko'z yeshini ko'rib, Sultan Uvaysxonning yuragi sho'rrida erib ketdi. Sabr qilsizlar malikan. Tog'ut ichida yetib yig'lislar salomatliklariga zarar yetadi. Dedi u xonishiga tasalli berib. Mayli, xonzodaning ismini o'zlarining orzulari bo'yicha Yunusxon qo'yaylik. Gerçi merhum babayı buzuruklarının didarını görüşmağın nasip olmasımı? Qalblarida shunchalik katta o'rin tutgankan, o'xshashlar ma'mu babayı buzurukdir. Rahmat oliylari, dedi Xonish Dövlet Sultan Xenim chiroyiga xush tabassum yugurdi. Allah xolisa ikkinchi farzandimizga ul jannat makon babayı buzuruklarining muborak ism sharifini qo'yarmiz. Ayolining kulgunini ko'rib, Sultan Uvaysxonning chaqchaq qilg'isi kelib qoldi. Navoda ikkinchi farzandimiz o'g'il tug'ilmay qolsa-chu. Xotirjam bo'lsizlar, oliylari. Mening qo'sqimda bir emas, 1000 o'g'il bor. Xatolashdilar. 1000 o'g'il o'zlarining qo'saqlarida emas, mening vujudimdadir. Muborak qo'saqlari o'sha 1000 o'g'il farzandimning oromgohidir xolos. Bilmadim. Ol farzandlar qo'saqlari patarmikin? Sultan Uvaysxonning gapini anglab, Xonish Dövlet Sultan Xenim pixildab kulib etdi. Sanhar andish qilmag'aylar oliylari. Ona qursiqi farzand uchun daryodir. Sultan Uvaysxon Xonishning chiroyli ko'zlariga hayajon bilan tikildi. Edarlar tezroq to'ssa, ol aramgohga yana bir farzandimizni joylashtirsam deyman. Edar degani tug'utliq ayolning qirqi debdi izohatda. Xonning muddasini tushungan Xonish villada qizardi. Ona rangiga kirgan chehrida olamchi baxtiyorlik jilva qildi. Izotasizlar oliylari, dedi nozliq kulib. Allah egam 1000 farzand bermisimi, hech bo'lmaganda 1000ga tabab 100 farzand yuz ko'rsam deyman. Lekin o'zlar yilda oram birini yangigili tursizlar. Ol orzuyimiz qachon amalga osharkin tang? Xonish Dövlet Sultan Xenim kulkisini to'xtatib, yod etib Sultan Uvaysxonning ko'ziga qaradi. Kiyik ko'zlarida allaqandoq bir vahima alangidi. Rost aytdilar oliylari. 100 farzand tug'ishga mening bu umrim yor bermaydi. Ammo oliylarining orzusi oshi bo'lsa, amali tepiladi. Bir ergi 4 xotin ravo deydigan gap bor emasmi? Sizlardek buyuk saltanat egasiga 4 emas, 40 xotin ravo keladi. Lekin idarim tush bo'g'icha haramga kundash akirmagaylar. Sultan Uvaysxon o'ylamayli chaqchaq qilib xotinining dilini chegib qo'yganligini his qildi. Ha, u Xonishning nimaga ishora qilayotganligini tushungan edi. Ko'ngillarga amslar chaqchaq qilib qo'ydim. O'zlarining ko'rgan har bir farzandimni 1000ga tabab qilaman. Xonish Dövlet Sultan Xenim indamadi. Shu topda yuragida to'yqisiz qo'zg'algan rashk gulxonlari lovuldab o'tdi.
söygen bu yigitke bir ömür öz yalğız egi bulanmaydiganligini obdan biletdi. Qaysi bir xon sultanlarning harmi Xanush, Xanish, Banu, Oyim, G'onchichalar bilan to'lmagan. G'onchicha degan so'z to'qal degan so'zgani izohat shundoq debdi. Sultan Uvaysxon ayolining xiyolini chalg'itish uchun ta'tilla yo'gakda hech nimadan bexabar pushildab uxlayotgan o'g'lini avaylab qo'liga oldi. Xonzodaning ismini bugundan qoldirmay chillab aytaylik. Shayxul Islom qatorliq o'rda o'limalari ism qo'yish uchun saqlashib qolgan. Qaysinglar ba? To'lidi Xonish eshik tarafga qarab. Labbay Xonishayim. Xonzodaga ism qo'ydi ekan. Haramdan ochib beringlar. Enikana ildam kelib Sultan Uvaysxonning qo'lidan bu vaqtni avaylab oldi. Haftadan beri Xonish Davlat Sultan Xinim Sultan Uvaysxonga chiroy ochmayotdi. Xuddi Sultan Uvaysxon hozirla haramga bir muncha to'qallarni ep kirdigandek tuyulib, mayli hozir, mayli keyin bo'lsin, hamon yuz berilgan bu reallikqa o'zini har qancha zo'rlabmi yuzlanmayotdi. Sultan Uvaysxon uning ko'nglini ichish uchun haramga kuniga 2-3 qatim kiratdi. Qiziq gaplarni qilib kuldirishga tirishadi. O'g'lini erkilatgan bo'lib, yurak so'zlarini davolatdi. Ko'zlarini ochsila, Xonzodam. Validalarga gap qilsila. Jinim ona, chiroyli qapoqlarini turibamizlar. O'zlar ranjislar otamning yuragi og'riydi. Otamni yurak og'rig'i qilib qo'ymizlar. Otamning Turkistonda o'g'irlab olib azoblagan yuragini turpanda sat bar qilay demdilar deyslar o'g'lim. Sultan Uvaysxonning ovozidan cho'chib ketgan bu vaqt ingalab yig'lashga boshladi. Akasizlar, bolanim cho'chitib o'tdilar mana. Dedi Xonish chiroyini ochmay. Sultan Uvaysxon bolani uzitib etib chaqchaq qildi. Cho'chitib o'tmadim, o'g'lim otasining nolisiga chidamay yig'layotdi. Bag'rining yumshoqligi meni topgan o'xshaydi. Amasi mening bag'rim qattiq ekan-da. Obdan bilib aslam alaykum. İşıq zulümlərdə mənim yürüyüm bəyni talqandır. Xonish pıxıldab kulgunicha chiroyli lavlarini nozliq ushladi. Şuq. Sultan Uvaysxonmo Xonishga ergishib pıxıldab kulyapti. Shu asnoda hujraga shab chiqamay kirib kelgan Xonishning xos kenesi qo'l bog'lab turib dedi. Ma'lum bo'g'ay, xon oyim keldi. Sultan Uvaysxon onasining kelganligini anglab, das o'rnidan turdi. Par yostiqqa yo'linib yotgan Xonishmi qaddini rusladi. Sultan Uvaysxon taxtda o'tirgandan keyin har qancha yolvoribmi onasini haramga kelib turishga ko'ndirmagan edi. Harmag'aylar buzrukvorim, oltin bo'ylari esanmikin? Deginicha salom berdi xon bilan Xonish. Davlatzoda, dedi Sultan Xotun salomni elib elib va o'rnidan turishga tamshalgan Xonishga yuzlandi. Qo'zg'almislar Xonish oyim, yo'lini vasla. Davlatzoda degani davlatlar ziyoda bo'lsin degan gapkan. Sultan Xotun to'rga chiqib joylashib olgandan keyin navrisini qo'liga elib erkilatdi. Ammo Xonishdan esanlik so'ramadi. Haramga kelib turgan bo'lsa-ku, bundaq yo'l meni paraj tortib yurmaydilar. Navrilarni kunda ko'rib tura olaydilar, dedi Sultan Uvaysxon. Men kelsam haram texmi torlashib qolarmikin o'g'lim? Dedi Sultan Xotun ranjigan qiyofatda. Onasining gapining tegida gap borligini his qilgan Sultan Uvaysxon birdan taajjublandi. Haram shuncha kang tursa, qandoqsiga torlashib qolg'udak? Sultan Xotun o'g'lining ko'ziga tikilib turib so'radi. Haramni kang tashadaylar-yu. Ajab Gulharnigar Xonishni qo'g'lamoqchi bo'ptilar. Aslardan chiqarib qo'ymizlar. Gulharnigar oyim nimali bo'lmasin, marhum xon tog'larining xonishidir. O'zlariga ham xonmidir. Sultan Uvaysxonning chiroyidagi tabassum hayronlikqa almashdi. Hujjatli gap qiladi-ku, buzrukvorim.
Özlərinin fərmansız kim o Göhərnigar xanişni hərəmdən qovlasını petin alısın? Sultan Hatun keliniga soğuqla nəzər taşladı. Bəlkім bu işdən xan alilərinin xəbri bulmuşsa, xaniş ayımdan xəbri vardı. Kütülmegen bu cevaptan xaniş Dövlət Sultan xenim təmtirib qaldı. Sultan Uveys xan ayalığı yalt itib qarıdı. Közlərdən roşan narazılıq alametleri balqıdı. Xan anamga ma'lum bo'lgan, dedi xonish tashda zuvonga kelib. Bu ishdan mening zinhor xabarim yo'qdir. Demisimi bu ishdan Sulton Uveys xonning xonishning xabari yo'q edi. Dövlət Sultan xenim uvol bo'lgan qiyofatda Uveys xonga qaradi. Ko'ziga g'illat yosh kelib qolgan edi. Özürxorim bu gapni kimdan oldi ekan? Ertegan Göhərnigar xanish o'zi arz qilib keldi. Haram ağası shundoq farmon yetkazibdi, dedi Sultan Hatun tərini turib. Mərhum xan tağlar qilgan yomonlikni text o'ltirg'il ikkatdi bo'la bo'lmayla. Hatun balalarga yondirib bəslər bo'lmas. Bu gap el yurtga tarab ketsa, Tul Hatun yetim o'g'illarni oni tepibdi, haramdan qo'g'lab chiqiribdi deb fitna qilishidi. Sultonlik shavkatlarga ta'sir yetadi. Padişah degan kan qo'saq, oliyjanob bo'lishi lozim. Baboy buzurglarning tuzuklarida shundoq aytilganki, saltanatning surgi tayinib kuch qudratini ojizlarga ko'z qilma, hamda ularning panjisini yonchishni ravo ko'rma. Yomonlik qilish bahodirlarning fazilati emas. Padişahning shavkati adli bilan emas, balki zulmi bilan buzulur. Sultan Uveys xan qo'l bog'liqnicha beshini tuvan soldi. Özürxorimning o'gitlarini esimda mahkam tutaman. Xotirjam bo'slar. Hozirla haram og'asini chaqirtib surishtiray. Shundoq qilsinlar, dedi Sultan Hatun o'g'lining ko'ziga tikilib turib. Göhərnigar xonishning ko'nglini amin topqizib qo'ysalar. Otasidan yetim qolgan o'l ikki xonzoda o'zlariga eni qarindoshdir. Ularni asırmaq, tarbiyalarga olmoq majburiyatlari ham bordir. Ularni kichik ko'may, o'rtaga akirib amirlar qatorida izzat qilsinlar. Xo'sh, dedi Uveys xon. Shu topda u bu ishni surishti qilishga oldirab qolgan edi. Özürxorim aramaga tursizlar. Men o'rtaga chiqay. Chiqayversizlar, dedi Sultan Hatun. Padişah degan kunduzi o'rnini tark etmagani tuzuk. Haram padişahning kechilik aramgohidir. Sultan Uveys xon gadiniga chiqizardi. Onasining hadislar haramga kelib elib, xotinining ko'ziga qarab o'ltirmay, o'rtaga chiqib saltanat ishlariga ko'z quloq bo'l degan ma'nodagi gapi uningga qattiq ta'sir qilgan, xijillikdan yerga kirib ketgudek bo'lgan edi. Mərhum xan Sultan Shir Muhammad xanning xotin ballarını haramdan qo'g'lab chiqarish haram og'asining o'ylab topgan yelisi edi. Tex 10-12 yosh vaqtida mərhum Sultan Xizr Xo'jaxon tarafidan oqti qilinib, haramning xizmatiga qabul qilingan, mərhum Sultan Shir Muhammad xan zamonida haram og'liqqa ko'tarilgan bu og'vat haramda yuz bergan nurg'un suiqasdlarning shohidi edi. Haramni o'zining shaxsiy qasridek hisoblaydi. Mehr shafqat degan narsani aslo bilmaydi. Haramda uningdan xonishdan boshqa hamma odam qo'rqadi. U o'z beshimchilik bilan haramdan Sultan Shir Muhammad xonning xotin bolalarini qo'g'lab chiqarib, Sultan Uveys xonning ishonchiga erishishni ko'ngliga tikkan edi. Sultan Uveys xon uni qilchilik yuz xotir qilmay o'limga buyurdi. Göhərnigar xonishga ilgari qandoq ta'minot berilgan bo'lsa, hozirmi oshu yusunda ta'minot berish, ikki xonzodaga o'rdida ishkilar qatorida muomala qilish, Sultan Shir Muhammad xonning yosh xunjichalariga xazinadan muvofiq xarajat berib, yurtiga, oilasiga qaytirish, qayta nikohliq bo'lishni xolasa ruxsat qilish to'g'riliq farmon tushirdi. Ishkilar degani to'van darajalik amirlar degan so'z deb izohatdi. Bugun Ulusbegi qasri xuddi yet bo'lgandek qizib ketgan edi.
Gerçi Sultan Uvaysxon tarafidan jakarlangan 40 kunlik musibat oxirlashqili xeyli kunlar bo'lib qolgan bo'lsa-mu, hech kim mashrab ko'ngilchi sorunlarini tuzishga jur'at qilolmagan edi. Shu kunlarda qish oxirlashib, ko'klamning shapisi kelishga boshlagan edi. Ilgari bundaq vaqtlarda poytaxt aholisi Navro'zning tayyorligiga tutish qiladi. Ko'cha, rasta, mahallalarda boy zardarlarning bo'yli qasrlarda ko'k mashribi boshlanib ketadi. Ammo hozir o'rdadan musibatning oxirlashganligi haqida shapi bo'lmag'achqa, avom texcha qorliq kiyimlarini tashlamagan edi. Bugun Ulusbegi Xudoydat butkul ostoniga marhum Sulton Shir Muhammad Xonga tutilgan musibatning oxirlashganligini jakarlamoqchi bo'lgandek qiladi. Uning katta hashamatli sarayiga Sulton Uvaysxondan tortib o'rdadagi barliq cho'ng-kichik amirlar to'liq jam bo'lgan edi. Ostonadagi donglik sozandalar muqam o'rinlayotdi. Dasturxonga tizilgan ne'matlarning haddi hisobi yo'q edi. To'jublab ichitilgan uzum sharoblari oltin, kumush, qosh tishi jamlarga beliq ko'zi qilib qo'yilgan edi. Shohlarning shohi, bahodirlarning bahodiri, buyuk saltanatimizning posiboni, Janobi Dövlət Panoh Sultan oliylariga bizlar kim sadoqat kamirini beligi mahkam bog'lagan mulozimlaridan haddi hisobsiz madhiya va minnatdorliklar bo'lsin deb qadah so'zi boshladi. Ulusbegi Xudoydat to'rda o'tirgan Sulton Uvaysxonga tavazzu bilan egilib turib, garchi janobi qiblagohimizning saltanat taxtiga barqaror bo'lganiga xeyli vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, lekin marhum xonning vafoti sababli el yurtga musibat jakarlanganligi uchun ul xosiyatli kunni qutlab tantana qilishga mumkin bo'lmay kelgan ardi. O'ylab baxsam, hala bugungacha el avam texcha musibat liboslarini yashmabdi. O'lim azaldir. U yaratgan egisining hukmidir. Ammo ko'ngilni xushal tutmoqmi, osoyishlik kunlarda echilib yoyirmoqmi Allohning bandalariga qilgan cheksiz inoyatidir. Ul boisdan abo ajdodlarimiz o'limdan boshqasi tomosha degan ekan. Katmanlanganlarning kaynidan katkili bir umr qayg'u bo'shkiga bo'linib yashag'ili bo'lmas. Mashrab, nag'ma-navo, barobat, tiriklarning tetishiga, huzur payzini surishiga buyurilgan katta mahshatdir. Elimi shuncha kunlardan beri musibat liboslarimiz bilan yashab, jannat makon marhum Sulton Shir Muhammad Xon oliylariga bo'lgan qayg'u hasratimizni haq dodiga yetkizdik. Endi bo'lsa musibatni oxirlashtirib, normal turmush tarzimizni iziga silish zamoni keldi deb o'ylayman. Shundaq bo'lgankan, Janobi Xon oliylarining xizmatkorlari bo'lmish bizlar bazmi barovatlarimiz bilan on hazratimning saltanatga posibon bo'lganligini qutlaqlasak, shuning bilan birga oliylarining muborak pushti bo'lmish Baxtiyor Xonzodaning bu dunyoga sog' salomat ko'z ochganligini muboraklasak degan niyatda ushbu bazmini hozirlashga jur'at qildik. Xon oliylarining qayg'u hasratni unutib, xushalliqqa yuzlanishini tovanchilik bilan o'tinaman. Ulusbegning so'zi tugishi hamon barliq amirlar durrida o'rinlaridan turishib, Sulton Uvaysxonga ehtirom bildirishdi. Oliylari qayg'u hasratni unutg'ayla, shodlik huzurini surgayla. Shu kunlarda Sulton Uvaysxonning motamni oxirlashtirg'isi bo'lsa-mu, lekin ba'zi amirlarning fitna qilishidan ehtiyot qilib sukut qilgan edi. Shunga Ulusbegining maslahati sanmayli bu so'rinni hozirlashi uning ko'nglidagidek ish bo'lgan edi. Janob Ulusbegi, muhtaram amirlarga tasanna. Qani, joy olsunlar, dedi Sulton Uvaysxon minnatdorligini bildirib. Gerçi cennet makam tağayı büzürük Xon oliylarining musibat ta'ziyasini bir ömür davomlashtirish, qorliq bilan yashash niyatimiz bo'lsa-mu, lekin bizning sababimizdan
avam rəiyyətinin köngül şadlığından müstəsna holatda musibatda yurishni xohlamaganligimiz uchun musibat liboslarimizni selib tashlamoqdan o'zga ilojimiz yo'qdir. Bizning saltanat soyimizda el yurt qayg'u musibatda emas, masrat barobatda yashamoqqa joizdir. Bugun Ulug'bek hazratlari bu ko'ngillik bazmini hozirlab, xasta dilimizda qayta shodlik ushqunlarini yelinjatmoqqa taraddud aylabdi. Har birlari ozoda o'ltirib, xushal-xo'ram yeb ishsunlar. Bazmi masraf ma'ishatidan tang huzur olgaymiz. Sultan Uvaysxon bilan tunji qitim sharobbozlik qilishayotgan amirlar dastlab biroz tortinib qilishgan bo'lsa-mu, keyin sharobning ta'sirida o'zlarini erkin ozoda tutishdi. Kimlardir qiziqchilik qilib latifa so'zlaydi. Latifa oxirlashganda saroydan gurrida kulki ko'tariladi. Obdanlı şirkayib bo'lgan Sultan Uvaysxon o'z navbatida qaysi bir amirning laqimiga yoshirin ishora qilib chaqchaq qiladi. Amirlarni sharob ichishga zo'rlaydi. Yashnib qolganlik uchun necha yillardan beri sharobga yaqin yo'lmagan Ulug'bek Xudoydatmi Sultan Uvaysxonning zo'rlashi bilan bir necha qadah ichishga majbur bo'ldi. Shu topda ular heyla motamdar ekanligini butunlay esidan chiqarishgan edi. Janob olam panohga kichikgina bir arzim bor edi. Dedi xeyli tanshilib qolgan Mir Muhammad Shoh das o'rnidan turib. Bayon aylashga ijozatmikin? Ulug'bek Xudoydatning bu ikkinchi amirzodasi o'rnida nopozliq amirlardan hisoblanadi. Uning arzini anglashga qiziqqan so'rin ahli bir bas jimishdi. "Qani xo'sh", dedi Sultan Uvaysxon Mir Muhammad Shohni so'zlashga da'vat qilib. Mir Muhammad Shoh otasiga loppida bir qarab olgandan keyin qalti yo'tilib qo'yib eg'iz ochdi. "Janobi qiblagohimiz saltanat taxtiga barqaror bo'lgandan beri umidsizlik vodisida sarson bo'lganlarning yuziga himmat ishiklari ochilib, el yurt osoyishlikqa yuzlandi. Biz buningdan o'zimizni cheksiz baxtiyor his qilamiz. Garchi oliylarning saltanatini qutlashni ko'nglimizga pukib kelgan bo'lsak-mu, vaqt soatini topolmay kelgan edik. Mana bugun murodimiz hosil bo'ldi. Kamina istidodsız mulozimlari janob oliylarning shoni shavkatiga loyiq kelmasa-mu, hayot beg'imda e'tiborlab parvish qilib o'stirgan bir chimanni xizmatlarga tortib qilishni to'liq orzu qilaman. Navoda qiblagohimiz ul nozuk chimanimni xizmatiga selishni loyiq ko'rsa, o'zimni ikki olamda baxtiyor ham sharafli hisoblagan bo'lur erdim. Bilmadim, xon oliylari ul chimanimni poyandoz qilishni xohlamdikin. Kutilmagan bu taklifga Sultan Uvaysxon nima deb javob berishni bilolmay tengirqab qoldi. U Turkistonda Malika Davlat Sulton xonimga oshiq bo'lib, nikohiga olgandan beri yana bir ayol zotiga ko'ngil berishni o'ylab baxmagan edi. Shu topda Mir Muhammad Shoh qizini uningga nikohlab berishni iltimos qilib atdi. Navri qizini Sulton Uvaysxonga nikohlab berish Ulug'bekning bugungi so'rin uchun xeylidan beri ko'ngil qo'yib planlagan yana bir sovg'asi edi. Barliq amirlarning oldida bu ishni xonga bildirishni o'g'li Mir Muhammad Shohga Ulug'bekga alohida topilgan edi. Amirlarning oldida bu talabni o'ttirg'a qo'ysa, Sulton Uvaysxonning rad qilinmaydiganligini Ulug'bekga oldin ola mo'ljallagan edi. Chunki Navoda Sulton Uvaysxon bu talabni rad qilib etsa, Ulug'bekning yuzi tushadi, dili ranjitdi. Sulton Uvaysxon o'rdasidagi bu eng mo'tabar amirning yuzini tushirishni, dilini ranjitishni hargiz xohlamaydi. Bu nozuk masalaning yana bir tarafida Mo'g'uliston saltanatini qo'liga olib, taxtda o'tirishi uchun jon fidolik ko'rsatgan Saydali olib bor edi. Shu daqiqada Sulton Uvaysxonning ko'z oldidan Ulug'bek Xudoydat, Saydali olib, singlisi Uz Sulton Malika toji taxib lip qilib o'tdi. Amirlarning hammasi Sulton Uvaysxonning chiroyiga tikilib qolishgan, boyadan beri qo'mash qo'rg'anda qizib ketgan saroy chivin usti onglig'idek timtaslikqa cho'mgan edi. Amir hazratlarining hayot beg'ida o'sgan qutlug' sovg'isi bo'lmish. Ul nozuk chimanni poyandoz qilish emas,
Şahlık tacımızı gül qilib qısqaymiz. Bizni qadrlaganliklariga tasanno, dedi Sultan Uvaysxon timtasliqni buzib. On hazratimga muborak bo'lsin, deyishdi amirlar xonning javobini anglagandan keyin tushma-tushdan qutlug'lab. Qibligahimizning noloyiq sovg'imizni qabul qilganiga ko'p rahmat, dedi Mir Muhammad Shoh. Amirlar Mir Muhammad Shohni xonga qiynatib bo'lganligi uchun qutlug'lashdi. Aba ajdodlarimizdan tortib, ul jannat makon saltanat posibonlaridan cheksiz mehr shafqat ko'rib keldik, dedi Ulusbegi hayajonlangan holda. O'zoyili posibonimiz Navram Saydali olibning beshini silab, hamshirisi Malik Uz Sulton xonimni nikohlab berganini anglaganimda, xushalligimdan ko'z yoshlarim daryo bo'lib oqqan erdi. Mana bugun Navri qizimni o'ziga loyiq ko'rib, beshimizni ko'kka yetkizdi. Oliylarning himmatiga ming marta tasanno. Allah xolisa, ulg'unchikalarni atilik o'zim haramga yetkizib qo'yman. Ulusbegi Xudoydat chandurmay ustadlik qilyotdi. Navri qizini Sulton Uvaysxonga o'zi soy qilganlik uchun to'y sharti qo'yolmaydi, ham Navri qizi uchun xonishlik atoq martabasini talab qilolmaydi. Shunga Navri qizni atay g'unchicha deb atagan edi. Yanglishdilar hazratim. Ulusbegi jamoatidan zinhor g'unchicha chiqmas. Hayot gulshanlarida e'tiborlab o'stirgan ul nozik chimanni bizlar kim saltanat sohibiga tortiq qilganliklarining o'zila yetarlikdir. Haramga o'z qo'llari bilan opirib berishlari ham behojatdir, dedi Sulton Uvaysxon Ulusbegining so'zini tuzitib. Inshaalloh, ata oba ajdodlarimizdan qolgan yo'sin bo'yicha dargohlariga volidamni ibargayman. Butkul el yurtga to'y nag'mis qilib berib, g'unchicha emas, xonish otqi bilan haramga yo'tkab kelgayman. Ulusbegi Xudoydat xondan kutgan javobga to'liq erishgan edi. Boyatin beri Sulton Uvaysxon bilan buvisining chiroyiga qarab o'tirgan Saydali olib das o'rnidan turdi. Garchi u sharobni xiyli ichgan bo'lsa, asosiy joyida edi. Ulusbegi jamoati shavkatlik to'g'liq tumir jamoatidan har qancha izzat ko'rgan bo'lsa-mu, bu qadar ko'rmagan bo'g'iydi. Xon oliylari izzatni qiyomga yetkazdilar. Bizmi ham sadoqatimizni qayrindoshlik mehrimiz bilan yo'g'rivatgaymiz. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.